cho'ng boylar pulning gapini qilmaydi. Endi bu gap sal g'alit turibdi endi. Bu cho'ng boylar shu pulning gapini qilishqa, pul uchun tirishqashqa bularning puli jiq bo'lganda endi. Endi bu yerdagi cho'ng boylar deganimiz masalan davlatimizdagi butun dunyodagi oldin qatorda sanaladigan bandaq jamoat xarakterlik yoki dunyoviy cho'ng korxonalarningki mas'ullari yoki egilari. Endi bu qatlamga yetgan odamlar nima uchun pulning gapini qilmaydi? Endi bu yerda bir necha turli ahvol bor. Birinchi desak, masalan, haqiqiy cho'ng boy bo'lgan odamlar shu jamiyatningki yuqori qatlamidagi bir oqsunak darajasiga yetgan odamlar. Bundaq odamlarningki puli favqulodda ko'p bo'lganligi uchun bular pullarini odatda pul topadigan ma bosqichdagi ishlarni kasbiy direktorlar, kasbiy xodimlarga topshirib, o'zi bir oqsumaklarcha turmushga o'tgan bo'ladi. Bundaq vaqtda bularning pulning gapini qilmaslikda o'zi garchi ilgirki vaqtlarda nihoyat tirishib pul topgan bo'lsa-mu, o'zi yuqori o'ringa chiqib bo'lgandan keyin bu pul tepish degan bu direktorlarningki, kasbiy xodimlarning ishi, bu biz qatlamdagi odamlar qildigan ish emas deb ma'lum darajada o'zini yuqori tutadigan shunday psixikimi bo'ladi. Doktor Dolqun Qodirov Korxonchilar klubining 2026-yillik o'quvchi qabul qilishi boshlandi. Masalan, Yevropadagi cho'ng oqsumaklar, cho'ng boylar odatda bolalarini bizning nazarimizdagi pul topadigan kasblarda ancha-bak o'qitmaydi. Masalan, bozor boshqarish, kompyuter deymiz, pul muomala degandek. Biz odatdagi odamlarning nazaridagi jiq pul topqili bo'ladigan mandaq kasblarda ancha o'qitmaydi. Bular nima o'qitadi desa, masalan, tarix, falsafa, madaniyat, san'at mandaq narsalarni o'qitadi. Endi bundaq o'qitib, agar mushu bolalari shirkatga haqiqiy varislik qiladigan bo'lsa, nuqtaliq shu bilimlarni o'rgatadi. Bular aksicha biz o'ylagandek emas. Ular aksicha mandaq madaniyat, butkul jamiyatga mandaq bilim tuyg'usi beradigan mandaq fanlarni o'qitadi. Chunki bular oqsumaklar turmushida konkret ishlarda o'zining ash ustunligini saqlash kerak. Cho'nglar bilan, yuqori qatlamdagilar bilan, boylar bilan uchrashgan chaqda o'zining saviyasini, o'zininki safosining ustunligini ifodalash uchun ular ushaqma pul tepishning gapini qilib o'tarsa, o'ziga yarashmagandek his qiladi. Shu bilan bular butkul insoniyatning, jamiyatning, madaniyatning, san'atning, falsafaning mandaq paranglarini qilsa, o'zi oqsumaklarcha mandaq salohiyatni saqlagan bo'ladi. Bu bir xil ahvol. Endi yana bir xil ahvol, odam nihoyatda ko'p pul topgandan keyin bu odamning psixikasi boy deganda konkret nurg'un ishlarini konkret xizmat qildiganlarga topshirib bergandan keyin o'zi tabiiy holda butkul insoniyatning taqdiriga, muhitga, ijtimoiy masalalarga ko'ngil bo'ladigan holatga yetgan bo'ladi. Har qanday odam pek ko'p pul topgandan keyin u cho'qim jamiyatga ko'ngil bo'lish kerak. Xayr-saxovat ishlariga aralashish kerak, nomrodlarga yordam berish kerak degandek o'ringa tabiiy chiqib qoldi. Bundaq vaqtda pul manfaatining gapini qilib o'tarsa, uningga sal yarashmaydi. Endi yana bir xil ahvol. Favqulodda aqlli odamlar bor-da. Masalan, Jobs deymiz, Elon Musk deymiz, Mayun deymiz, Mahvating deymiz. Buningga o'xshash aqlli odamlar ular o'zi aqlli bo'lgandan keyin butkul jamiyatning yuzlanishini, kishilarning ehtiyojini, savdoning taraqqiyotini boshqalardan bakroq tushunganligi uchun ular negizlik masalalarni hal qilib, nihoyat ko'p pullarni topadi. Ular odatdagi odamlardek kichik pulning xiyolini qilmaydi, cho'ng pulning xiyolini qiladi. Hem ularning nazari ustun bo'lganligi uchun, saviyasi yuqori bo'lganligi uchun, ular cho'ng masalalarni hal qilganligi uchun butkul savdoni yetaklab mang'alaydi. Cho'ng savdoni yetaklab mang'alagandan keyin pul tepish ular uchun bir o'yinning o'rnidagi ish bo'ladi. Masalan, Jobsning har qitimliq mahsulot e'lon qilish yig'inida, garchi o'zi ayni vaqtidagi hamda dunyodagi eng cho'ng korxona bo'lsa-mu, pulning masalasini, moliyaning masalasini eng oxirida nihoyat kichik, qisqa vaqtda mandaq deb o'tib ketadi. Garchi dunyo bo'yicha eng cho'ng pulni tepayotgan bo'lsa-mu, buni eng oxirida bir qisqa bir so'z bilan deb o'tib ketadi. Har qitimliq uslubi shunda. Endi uning demakchi bo'lgani
biz ma pul tepish ishlari biz uchun kichik bir ishlar. Biz asosligi butkul jamiyatning taraqqiyotini, insoniyatning taqdirini o'zgartmoqchi deb mandaq bir mohiyatlik gaplarni qilmoqchi. Demak, ma'lum ma'noda aytgan chaqda bular maxsus pul uchun emasdek mandaq ko'rindi. Chunki bularning kallasi odatdagi odamlarning texmi cho'nqur ishlaydi. Xo'sh, endi bu temani yig'inchoqlab kelgan chaqda ko'pchilik nima demoqchi desa, odam yosh o'rta yosh vaqtida tazibak pul tepayotgan vaqtida albatta shu pulning qo'ydi bo'ladi. Lekin bu vaqtda biz bir narsani unutib qolmasligimiz kerak demoqchi. Siz haqiqiy cho'ng boy bo'lgan vaqtida u chaqda kechki pulning gapini qilib o'tarsangiz sizga sal yarashmaydi. U chaqda siz bir jamiyatga kuyunadigan, keyingi avlodlarning taqdiriga chetiladigan, jamiyatga foydali bo'lgan, nurg'un odamlarni qutqizadigan, ularga yordam beradigan mandaq bir yuqori obrazga tabiiy ega bo'lib qolasiz. Shu vaqtda sizning gapingizda ancha-muncha bir saviya bo'lish kerak demoqchi. Dastlabda bu narsalarni odam o'ylab ketmaydi. Dastlabda pul tepayotgan vaqtida, tirishayotgan vaqtida shu odamningki vaqti qisqa bo'lgandan keyin nurg'un odamlarga bu uyg'unishga vaqt yetmaydi. Ammo u haqiqiy boy bo'lib sahnaga chiqib qolgan vaqtida uning gap so'zlarida tuzuk bir saviya bo'lish kerak. Lekin nurg'un odamlar yosh vaqtida uyg'unishga vaqt chiqarib bo'lmaganligi uchun keyin haqiqiy sahnaga chiqqan chaqda o'zi bir shu o'ringa loyiq gapni qilolmay qoladi. Shunga yig'ib aytganda amaliyotda cho'ng boylar pulni o'ylamaydi emas, ular o'ylaydi. Pulininki bexatarligi, texmi ko'p pul tepishni o'ylaydi. Lekin boy degandek bir necha xil sabablar bilan cho'ng boylar anchibak pulning gapini qilib ketmaydi. Ham biz pul topadigan odam emas, biz insoniyatning butkul jamiyatning negizlik masalalari haqida o'ylanadigan odam degandek o'ringa chiqib qolganligi uchun u chaqda asal bir cho'nqurligi va ilmiyligi va madaniyligi va xayri saxovatisi olgan mandaq bir yuqori obrazdagi gaplarni qiladi. Shunga bugun deydigan gap tirishayotgan korxonchilar har qancha aldirash bo'lsaqmi kitob o'qiyli, bilim olayli, o'rnimiz yuqori bo'lib, boy degandek yuqori boylarga aylangan vaqtida gap so'zimizda chinib qolmaydi.